Tezda tanishingiz bo'lgan Umidga bu videoni yuboring. U o'zi haqidagi eng yashirin haqiqatni bilishi shart. Umidlar tashqaridan toshdek qattiq va sovuqqon ko'rinishi mumkin, lekin ularning ichida shu qadar nozik va mehribon yurak borki, buni faqat eng yaqinlari biladi. Ular hammaga umid ulashadi, yordam beradi, lekin o'zlari qiynalganda hech kimga indamay, hamma dardni faqat ichiga yutadi. Munosabatlarda umidlar xuddi yashirin agentdek, ular hamma narsani payqaydi. Agar u sizni sevib qolsa, tabriklayman, siz dunyodagi eng ishonchli himoyachiga ega bo'ldingiz. Ammo ularning ishonchini yo'qotsangiz, bir soniyada xotira kabi hayotingizdan o'chib ketishadi. Umid ismi arabchadan olingan bo'lib, orzu, najot va ishonch degan ma'nolarni anglatadi. Ular har qanday og'ir vaziyatda ham taslim bo'lmaydigan, o'z kuchi bilan muvaffaqiyatga erishadigan tug'ma g'oliblardirlar.